Assalamu alaikum. Okean televiziyasının sanat kumar aziz görürmenleri körüatqanlar Çolpan keldi programısı. Men program riyasatçısı Nurali Hasan. Programımız yana özü vaqtida yangi sarxil mazmunlari bilan Okean televiziyasi orqali huzurunlaqsin oldi. Xo'sh, riyasatchilik kasbi yolqini eng kuchli bir parcha o't. Riyasatchi o ko'ngillarni ko'ngillarga ulaydigan, dillarni dillarga bog'laydigan nihoyat suyimli bir kasb. Xo'sh, undaqda Çolpan keldi programımızdan bugungi soniga qadam tashrif qilgan alayda mehmonimiz u kimdir? Balkim shu naq maydonda o'ltirgan tomoshabinlarimiz cho'qim topalaydi. Chunki men ozroq shababadimga riyosatchilik kasbi deb alayda tilga oldim. 5 4 3 2 1 Munira G'ofur. To'g'ri, u bo'lsa-mu riyosatchilik sohasidagi yiqilmas bayroq suyimlik ustozimiz Munira G'ofur. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hammalar yaxshi turibsizlar, hammalarning mushaqtinlar xayrli bo'lsin. Rahmat eda, tezkapsiz. Tez keldim. Nemiz qilman? So'ynab beraman, naqsh etamdim. Naqsh etasan, zulta shumshi. Ma'qul bo'lsa. Ada, rostga qilsam hozirgi hissiyotimni bir davlashga ruxsatmi? İmtihon beramsiz? Shu bek jiddiylikka qarmay qarang, hozir men o'zimni qanday bilishni uqamotiman. Men sizni riyosatchilik imtihon berib deb anglagandim. Oxirgacha qaysimiz? Ma'lum nada o'tirdi? Misha o'tasin. Men ya o'tirdim. Bo'ladi. Boshlamdik ya. Bo'ldi. Xo'shada unda bo'lsa, eng oldi bilan ekran oldidagi ko'rmallaringizga illiq tabassumlaringiz bilan bir salomingizni yo'llasangiz, andan keyin davomli paranglashmasizlar. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Suyimli ko'rmanlar, naq maydondagi suyimlik tomoshabinlar. Hammalarningki mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Sizlar bilan shu Okean televiziyasi orqali yuz ko'rishganligim uchun intayin xursandman. Shu topda mening hissiyotimni baytan Nurali deganga o'xshash bir xil hayajon. Chunki pek uzun bo'ptiki, haqlarni ziyorat qilib, haqlar meni ziyorat qilmoq uchun bu xil hissiyot, sizlar bilmaysizlar, bek peyza. Haqning birdan bir deyishimiz bo'landa. Qarshi olmizada. Rahmat. Oldi bilan assalom. Rahmat. Xo'sh, Munirada, sizdan eng avval so'rab baqsam, hamma odam sizni yiqilmas riyosatchi, gigant riyosatchi deb ta'riflashi degan-ku. Qanday qilganda mushta bo'g'il bo'ldi, men sizga o'xshash bo'lay degandim. Bu savol qo'rqinchli savol qarasiz. Odatda ayliqi bankalarning tuvida bir sirlar bor-ku. Odatda endi shu gigant degan narsa shu shirlar shuna to'g'ri kelgan. Men tunji qatimchu shu gigant Çolpan, gigant riyosatchi deganni anglaganda men birinchi ko'z oldimga kelgani shirlar bo'lgan-ku, ayliqi qo'rqinchli shirlar. Men shuni qo'rqinchliqmi deb o'ylab qolgandim. Men qo'rqinchli bo'lg'achqa, kishilarga surlik ta'sir bergachqa meni gigant dedim-ya deb o'ylagandim. Keyin qarab baqsam, bu gigant degan so'zningki ma'nosi yiqilmas degan gapkan-ku. Ya'ni nihoyatda mustahkam. Shunday. Ya'ni bunday aytgan chaqda o'zgarmaydigan. Hayratlik degan ma'nolari bor ekan. Shuning bilan balkim mening shu 20 yillik xizmat hayotimda mening riyosatchilik uslubimning o'zgarmasligichu. Ya bunday aytgan chaqda kishilarga berayotgan ta'sirimninki bir xil mengishi. Yana bir jihat aytgan chaqda mening riyosatchilik uslubimning izchil holda shu xalqqa yaqin mengishi meni uzun mazgilcha xalq bilan birga mengibdi-chu. Shunlashqa meni shunda deb o'yladim-ki deb tushundim. Agarda endi mushundaq bir riyosatchi bo'lish to'g'ri kelsa, oldi bilan simotni jiqroq yeyish kerak. Andiki shirdak bo'g'il bo'ladi odamga. Sizningcha adam men bo'la olamdim. Ko'zim yetdim. Bijalarim qanday mo'ya men. Undan men imtihon baqaysizmi? Xo'sh, Nurali, familiyangiz nima? Hasan. Nurali Hasan. Nurali Hasan, shundaqmi? Ismingizning ma'nosimi? Ismimning ma'nosi Nurali Hasan bo'lib, Nurali Hasan degan Nurali, Nur Ali degan so'zni tarkib topgan shundaqmi? Andikini Hasan degan sizning familiyangiz shundaqmi? Uyingizning adresini tapasingiz bo'lamdi? Bo'ldi, lekin ekran oldidagi jiq ko'rmalar bilib bek avarib ketaman kunda berildi. Unda herhalde jiqilmas riyosatchi bo'lish oz qapti. Az qaptimi? Az qaptim. Men juda xush qo'ydim. Men tunji ta'siratimda ya. Men sizni birinchi qatim ko'rishim. Siz haqida menda tushuncha yo'q. Lekin tunji bergan ta'siringizda men yoqtirgan bir narsa bor-da. Masalan, siz men bilan amal va eng oddiy bo'lgan savollar bilan paranglashib qoldingizda. Rostini aytsam, bizningki riyosatchilarningki
umumiy qurilmasida ko'pincha vaqtlarda biz odatlangan so'zlarni ko'proq qilamiz-ku. Qarshi tarafning hissiyotini ko'p o'ylashmaymiz. Siz mush Muniradan bak ig'ri bisiq qachon shunglashqa chaqchaq bilan boshlaydigan amaliyotda siz meni ancha tushunmadingiz. Men qarang deb so'zlagan. Ay, chunki mush 20 yilni yaqi mush ekran orqali tomoshabinlar mening birli yuzimni ko'rdi. Amaliyotda mening ikki yuzim bor qarang. Bugun deydigan. Bugun endi mush yana bir yuzimni açıdığan, mındaq etqan çağda. Erkeğin paranlaş qıl bulam da afkam. Buludu, bomamda deyman. Onun erkeğin paranlaş şeyli buldular. Bir sorayma. Buludu. Adam şu, mellam emas şu ekran aldiki görmelerimiz bolsun, naq meydandaki tomoshabinlarimiz bolsun. Balılıq vaqtlarınızda bak qiziq ekanmiz qarang. Sizin kichik vaqtimizdan tortib ko'rib cho'ng oldim. Şahsen men ekranlarda ko'rdim. Bugun mana 100 tirani o'tirib paranlash sharifiga muyassar bo'ldim. Men baklam hozirgi men o'zimning hissiyotimni boshqacha til bilan ifodalab beraman. Cho'ng apsini ko'rganda bir xil ta'sir. Men qo'rqaman shu yoshlar, chunki o'zimniki garchi yeshim jil atlayotgan bo'lsa-mu, ruhim yanala yangi televiziya stansiyasiga kirgan sizning yeshingizda naq 22 yoshda men televiziya stansiyasiga kirgan. Aşı vaqtidagida his qilaman-ku o'zimni. Ruhim shu holdada 22 yoshda ish baxmidim, 1 yoshmi. Shunga nurg'ullar sizning programmangizni ko'rib cho'ng bo'lgan desa, ko'nglim shunday yerim bo'ladi qarang. Bir xil cho'ng opa bo'lib qolgandek, amaliyotim ham az qoldim cho'ng opa bo'lgan. Ya men unda menda dimida hargiz ham diliqqa sizga boshqacha ta'sir berib qo'ymay deb ehtiyot bilan davom etdim. Davran yashib qolgan bo'lsangizmi deb olsangiz bo'laverdi odatmanchi. Bularama. Bularama. Unda bo'lsa shu balliq davringizda bir so'zlab bersangiz, bir unda eslab bersangiz, işte atraf anglaysiz. Kichik bolalarga cho'chak etib bergandek tuyg'u bo'ladi. Rasmiy esamchi, mening bolaligim yomon jiroq. Masalan, bek jiroq ketgandek his qilaman, chunki bek burun tug'ilib tikanman qarangman. Bek uzun yillar ilgari tug'ilib tikanman. Ash necha ming yil muqaddam degandek. Bizning davrimizda qarang, televizor degan narsa yo'q deydi-a. Biz tug'ilgan chaqlarda shu radio degan ajoyib bir cho'ng narsa etdik. Kinoxonlar degan bizning cho'ng bo'lgan yerlarimiz-ku. Men shu chaqlardamda o'ylab baqsam, shu radioga ajoyib qiziqib ekanman. Balki menga o'xshash nurg'un kichik bolalar shunday bo'lishi mumkin. Shu vaqtida qanday desa, hamma kichik bolam shu radioning ichida bir odam bor deb o'ylaydi-da. Menmi shu nurg'un bolalarga o'xshash radioni kayniga o'tibchimda cho'qchilab baqqan. Mushni kayni gap qilayotgan odam kimdi debchim. Shunda qiziqandim. Lekin cho'nglar tushuntirib berdi, balam bu undaq emas deb menga aytdi. Dadam ilqbek inmiy odamchi. Qarang balam, bu degan magnet debchim. Ovozlar bunda to'q yo'llar orqali kelib tushunmayman. Lekin yana men kayinda bir narsa bor deb o'ylayman-da. Shu vaqtda men bak qiziqib qolgan. Bu qandaq odamlar so'zlaydigando debchi. Lekin hamda nurg'un odamlar deydi, balkim riyosatchi bo'lgan, diktor bo'lganlar hammasini kichik vaqtda orzu shu bo'lish mumkin. Amaliyot mening orzuyim u emasdi. Yaqinlashdi. Mening orzuyim muxbirdi. Muxbir bo'lganim gazetxonning muxbirdi-chu asli. Men cho'qim gazetxonda ishlayman. Uqmayman nemish ekan-tan. Mush gazetxonning muxbiri bo'lish ajoyib bir yuksak. Shunglashqamki men hozirmi mush gazetxonda ishlagan muxbirlarga bir hurmatim bor-chu, bir havas qilaman. Agar meni yana bir qatam kasb tanlar desam, men balkim shu sumkamni ko'tarib chiqib ketib, etis qirlar yuradigan gazetxonning muxbiri bo'lishini shu tanlashim mumkin. Chunki televizion biz o'chaqda ko'rmadik. Radio biz uchun yangilik, lekin gazetlar biz uchun yaqin narsada. Yangi savodim chiqqan chaqda shu o'qigan kitoblarni cho'ng narsani o'qib ekanman, o'zim yeshimga mos kelmaydigan. Shu chaqlarda men Xinhua agentligi degan xatga bek qiziqib qoldim. Bu Xinhua agentligi degan ajoyib bir cho'ng narsada. Men kelgusida nima bo'lsa, Xinhua agentligining muxbiri bo'laman. Deb ashna deydim. Xinhua agentligining nariligini bilmayman, lekin menda ashna bir xil tuyg'u bor. Men cho'ng bo'lganda cho'qqin muxbiri bo'laman deb o'ylagan. Shunlashqamki kichigimdan tortib ashna bir xil muxbirlikqa qiziqdim. Muxbirlikning nimaligini bilmayman. Lekin nima deb o'ylayman desa, muxbir degan hikoya ayta oladigan odam debchim. Men hikoya to'qishga bek ustutdim. Ma gaplaringizdan emas, lekin rosa. Ha, bu rosa. Bu rosa. Men kichik vaqtimda biz hozirgi bolalarga selishtirgan bizning kichik vaqtimiz bek ko'ngilli o'tgan. Sizlar ishinglar qizib ketdi-da, bizning mahallamiz ya, o'chaqda kichikkina mahalla, men qaramay tug'ilib cho'ng bo'lgan. Bizning mahallamiz hamma uylar o'xshash, hamma odamning turmush saviyasi o'xshash. Kashda
cho'nglar mahallada o'tirdi, biz bolalar o'ynaymiz. Shu vaqtlarda mening bir alohida rolim bor. U rolim nima desa, bolalarga cho'chak so'zlab berishdi. Mening savodim bek baldir chiqqan. Dastlab cho'chaklarni o'qidim. Uning men Subuydin bek baldir boshlab oldim-da. Shunga bu Subuydagi qahramonlar bek ko'p bo'lgandan keyin, ash hikoyadan so'zlab beraman-da bolalarga. So'zlab bersam bolalar shunda havaslanib anglaydi. Bizga ham so'zlab beraman do'st, biz havaslanib anglaymiz. Albatta. Ben başlaydım şu çağlarda. Şunun bilan bu bolalar pek qiziqqandan keyin menga. Men bolalar menga shunday rozimanlik bilan, oy, rozimanlik ilanlik qilib bo'ldim. Bolalar shunday qiziqib, havaslanib o'tirib anglasa, men qanday tuyg'uda bo'lib ekanman desa, bir xil huzurinib ekanman. Balki men keyingi vaqtda riyosatchi bo'lgandimmi, men shu kishilarning Manga baqqandaki bir memnuniyat tuyg'usini huzurlangan bo'lishim mumkin-ku. Bu bir xil rozimanlik tuyg'usi-ku, ajoyib. Baytan siz riyosatchilik to'g'riliq degancha bir gapni qildingiz-ku, yolqini noyati kuchlik bo'lgan bir parcha o't dedingiz-ku. Bu yerdagi yolqin nima desa, kishilardan sizga kelayotgan memnuniyat-ku, sizga havaslanish. Kichigimda bolalar menga havaslanadi. Chunki men hikoyani bak yaxshi so'zlaydim. Endi bu bolalarni texnik bekra tutib turish uchun qanday qiladim desa, hikoyaning eng muhim yeri kelgan chaqda Bugün hikaye şey içmez. Elan verettim. Uçaklarda elanını qanday verettimsiniz? Bugün hikaye şey olsun. Hikayenin ati davamlaştırıp beraman deb. Yiliq bolalar diyor, jinim deb kitay so'zlab berdisi degan. Yo'q, ati so'zlab beraman deb. Aş vaqt to'shdilar, keynim yenib kirib ketdim. Ati siydiq bolalar men chiqmasam talmurib menga. Aşına qilib ketdi-da, onun kun shuni pochi o'tirib yana alqissa deb boshlaydigan. Meni bolaligim shunday o'tgan qarang. Unda olsa-da sizdan yana bir narsa so'rab baqsam, men ansam siz yangi shu riyosatchilik kasbiga yuzturan imtihon qatnashgan vaqtda o'qituvchilar sizning bir kamchiligingizni bayqab qolgan vaqtda siz chiroyli bir gap qilib ekansiz shularga. Bu hikoya hozir mush axborot sohasida muntazam tarbiyalanayotgan bolalarga kamchilikni ortiqchilikqa aylantirishdan iborat cho'ng bir madad bo'lib kelibdi. Mushu hikoya rasmo. Ben önce dostlarımdan alğandım deb sizga qoyilligim texim oshqanti. To'g'risi tafsili so'zlab beraman. Endi hamma odamning kamchiligi bo'ladi-ku. Albatta dunyoda kamkusiz odam bo'lmaydi. Kamkusiz bo'lsak odam bo'lmay qolamiz u chaqda. Lekin odam o'zining kamchiligini bilish bu bir yaxshi ish-ku. Kamchiligimizni bilsak, mush kamchiligimizni qanday qilib ortiqchilik aylantirishni o'rganamiz-ku. Shunlashmish istiqbol sahnasida shu bolalar jiddiylashgan vaqtida men bek deyman. Jiddiylashmanglar, jiddiylashganinglarning o'zi yaxshi ish. Demak, sizlar mushqa ahamiyat berib o'tibsizlar. Dunyoda har qanday vaqtda passiv narsani aktiv narsaga aylantirg'ili bo'ladi. Masalan, men yangi televiziya sanasi imtihon bergan vaqtimda, men bir qancha imtihon berganchu. Shu chaqda men kichikroq yerlarga o'tamadim. Kichikroq yerlarga o'tamadim-da. Shuning bilan men o'zimga mundaq dedim. Hey, bilmayapsizlar juma. Aqlsizdan Isaxon dedim shu chaqda. Hey, bilmayapsan, meni tunimayapsan, xap, tunimayapsan-da dedim. Shu chaqda mening balki men maskidadigan o'rin emas dedim. Bu yer mening o'rnim bu yerda emas ekan, mening o'rnim yana bir yerda bo'lishi mumkin deb Xinjiang televiziya stansiyasiga imtihon berdim. Xinjiang televiziya stansiyasiga imtihon bergan vaqtimda shu chaqda hamda bizning ma'lumlarimiz meni bir asar o'qitdi-da. Asar o'qitgandan keyin men bunda qarab ketdi. Qarab ketib, "Mushu sizning mushu og'zingiz sal" dedi. "Ha, mening og'zim sal maymoq." Dedim. "Nimishqa deganda, hammadan biladi men gap qilgan chig'imda bir tarafim sal egiz chiqib ketadi." Eliqi noyt o'lchamlik emas-da. Ayni vaqtda Xinjiang televiziya stansiyasiga imtihon berishdan ilgari menda bir xil dilg'unlik bor-chu. Chunki mening nazarimda Xinjiang televiziya stansiyasining bizning ilgirki diktorlarimda qarab baqsak, ular haqiqatan-chu chekib turib tanlangan diktorlardi. Burunqi ustozlarimiz-chu. Ovoz, chiroy, ularning eg'izlari dal joyida, kuls o'tish shunda chiroyli chiqdi. Hamma yer joyida. Men mushular ayna qarsam bir tuz yerimni topolmayman-da. Hamma yerim o'rinda emasdek. Shu men Xinjiang televiziya stansiyasi mening o'rnim emas deb qaragan. Lekin keyin imtihon berish jarayonida men qiyirishib qoldim-chu. Nimishqa Chuqur diktor riyosatchi bo'lish uchun hamma yeri o'lchamlik bo'lish kerakmi? Albatta, bir millatga vakolatdan aytgan chaqda biz o'lchamlik bo'lish kerak. Lekin o'lcham degan gapni biz hamma yerni durust qilib olsak, o chaqda biz tashqo'chaqni akab o'tag'izib qo'ysak bo'ladi. Men boshqa diktor riyosatchiga o'xshamagan holda o'zimning shu kamchiligimni bilman. Shu chaqda men shu ustozga
Mening ağzım haqiqatan sal maymaq ketidi. Lekin mening ağzımның maymaqligi mening talaffuzimning ravonligiga hech qanday ta'sir yetkazmaydi. Wow. Desem, shu chaqda endi imtihon olgan muallimimiz kulib ketgan. Kulib ketib, buludu dedi. Shundan keyin necha qatimliq imtihonda menga shu eg'iz harakatim yoki mening o'tirish holatimning tuz emasligi yoki durust emasligi haqida nurg'unlagan ishlar bo'ldi. Dastlabda birinchi ikkinchi qadamda tanlashda meni shalib etdi. Men buni bilmem çünkü bana 3. qatimda o'qitirish topshirib olmadik. Meni olmaydigan bo'ldi deb o'yladik-da Şinjan televiziya stansiyasi. Keyin anki Şinjan televiziya stansiyasi meni qabul qilganligi haqida o'qitirishni degan vaqtida men ishonmadim. Nemishqa bularning o'lchimiga tushmaydigan bo'lsam men nemishqa meni tanlaydi dedim, lekin ko'nglimda shunchalik bir xo'shallik bor. Men ayni vaqtida imtihon bergan vaqtimizda Obulqasim Xo'jahmat degan kishining ishxonasiga kirgan o'chal muavin istansi barsiq ekan. Men menga unutib qolmayman bu odamni. Chunki bu odam bir yangilik yaratquchidi. Ya'ni diktor riyosatchilarni imtihon edishda uning chiroyi, ovozini emas, balki uning bilim qurilmasini va yoki uning ijodiy qobiliyatini asos qilaylik degan fikrni o'tirib qo'yibdi ekan. Shu men bu odamni yana tunji qatim kirgan vaqtimda bu odam menga mundaq bir gapni qilgan. Men o'zimninki tarjimalimni topshirib, imtihon bergili keldim desam, men riyosatchiga imtihon bergili keldim desam, bu odam mundaq dedi menga. Fuqa, bizning diktorlarimiz to'liq dedi. Asli qoida bo'yicha men adam to'liqqa deb yenib ketsam bo'ladi. Lekin men u odamga mundaq dedim. Yo'q, men diktorlik emas, riyosatchiga imtihon bergili keldim dedim. Desam bu odam, bizning bu yerda Miş diktorlarning o'zi riyosatchilik qiladi, e'lon chiqlikni bizning diktorlarimiz o'zi olib beryapti dedi. Deganda shunda men yo'q, men riyosatchi bo'lmoqchi. Diktorlik bilan riyosatchilik o'xshamaydi dedim. Shunda qaramlik qildim-da ayni vaqtida. O'shada vut chiqarib chiqarib atmabdi meni. Shu bu odamga nisbatan mening ko'nglimda shunchalik minnatdorligim bor. Garchi bir stansiyaning muavin boshlig'i bir muncha odamning taqdiri shu odamning qo'lida bo'lsa-mu, o'shadam mush bir kichkina qiz meni oldimga kirib oqsoqollik qilyapti deb qaramay, osh odam mening mushu fikr qilish usulimni ijodiylik deb tushunibdi. Shundan bu odam bo'ladi, imtihon berib yiqin deb meni yana bir ustozning yoniga chiqargan. U ustoz meni og'zingiz maymoqkan degan ustozimiz shu-da. Yana u ustozimizning yaxshi yeri deb mening udul demaydi, sizning bir yeringiz deydi-da. Shunda men uni e'tirof qildim. Shuning bilan bizning imtihon oldi, ketdik. Keyin andan keyin bu odam mahirlarning materialini ko'rgan vaqtida Aş kallasida men qolgan bo'lg'ashqa, aşı qizning materialini qayta ko'rib baqaydi deb, mening aniq silni intamni ko'rgandan keyin, yo'q. Bizning tanlayotganimiz dal mush qiz. Deb shu chaqda hamda men va Ablat Abdurim degan savodishim ishkaylarni tanladi. Shunlashqa bir odam hayotida o'zining taqdirini o'zgartgan odamlar menga unutib qolmaslik kerak deb o'ylayman-chi. Hamda shu Obulqasim Xo'jahmat va ayni vaqtdagi bizning ustozimiz G'olib Niyaz qatorliqlar qoidani buzganchi. Bular islohotchilar deyish kerak. Agarda ular qoidani buzib turib tanlamagan bo'lsa, bugungi kunda Munira opera Şinjan televiziya stansiyasi ishlamaydi. Shundaqla men ularga rahmat aytish bilan birlikda o'zimga rahmat aytaman. Agar men ayni vaqtida ma'lum bir kichik televiziya stansiyasidan rad qilingan vaqtimda men Şinjan televiziya stansiyasiga berishga jur'at qilmagan bo'lsam, balkim men boshqa yerlarda yurgan bo'lgandim. Shundaqqa men ularga rahmat aytaman, o'zimga rahmat aytaman. Odam o'zining hayotida nurg'unlar yaxshi odamlarga uchrashgan birlikda o'zigimi to'xtamay jang e'lon qilish kerak ekan-ku. O'zini e'tirof qilish kerak. Mayli sizning kamchiligingiz bo'lsin, mayli ortiqchiligingiz bo'lsin, hammasi bir boylik. Balkim sizning kamchiligingiz nurg'un vaqtlarda sizning ortiqchiligingizdan ortiq bo'ladi. Masalan, mening kamchiligim nima desa, men to'xtamay kishidan qezishga amraqda ishqirlab savol so'rayman. Men bir qitimlik savoldan bo'ldi qilmayman. Shunlashqimi mening kichik vaqtimda muallimim oqsoqol deydi meni. Masalan, mening bir radioda o'qitishim bo'ladigan, ismini atmay, mening shu ko'rsatkichimga har qitimda o'choq ko'rsatkichi yoziladi, unda nomerlar asos bo'lmaydi. Aningda a'lo, maningda a'lo deb kamchiligi ekan savolni jiq so'raydi deb, meni faqat 3 yaxshi qilmaydi qarang. Savolni jiq so'raydi deb. Nemish qatsa men o'zim bilmagan narsaga to'xtamay savol so'rayman-da. Amaliyotda buni ayni vaqt kamchilik deb qaragan. Balalardagi oqsoqollikni kamchilik deb o'ylaymiz nurg'un vaqtlarda. Amaliyotda bu kamchilik ba'zi bir sohalarda ortiqchilik bo'lib qolishi mumkin-da. Shunlashqa balalarimizga nisbatan, atrofimizdagi shundaq yoshlarga nisbatan meningcha o'zimizning kamchiligini tunish bek muhim. Odam qachonliq o'zining kamchiligini bayqagan vaqtida qarang, ortiqchiligini bayqaydi ekan. Bir riyosatchiga nisbatan uning turmush holati, uning eng yaxshi holati-chu. Shunlashqa dastlab xabarga chiqqan vaqtida
nurg'un odam qabul qilamidi-chu meni. Masalan, ixtiyoriy o'tirman, oldimga tashlayman, sochlarimni erkin holatda, kiyinishimni boshqalarga o'xshab ketmaydi. Og'zim texmi o'xshamaydi, ha? Unda bo'lgandan keyin kunamidi. Lekin asta-asta Ama diktor aslında oturgan bol. Hazır mesela bizim diktorlarımız aldıksa İngilizce oturdu. Çünkü İngilizce oturgan çağda rahat oturgalı boludu. Şunda mı? Bunda oturup algan çağda nefes mi ravan çıkmaydıgan tursa. Kollarını erkin koydu. Mesela kağıdını çokum. Mesela mında tutup otururken ben mında koydum. Mında koydum, da qaraytdım. Bu xil holatlar qaramakka ait oddiy narsa bo'lgan bilan ayni vaqtida ham 93-yilda 94-yilgi Şinjan televiziya stansiyasiga nisbatan davr bo'lgich deb qaraladi. Unda olsa da şu naqketni ham so'rayman. Ha, naqni. Sizni bek chiroyli naqsh ayta olaysiz deb o'yladim. Ya bu yağın. Boshqalardan anladım. Bu yağın. Ko'rdim desamchu. Nerede gördünüz? Bir yerda. Nerede? Bir yerda. Nerede? Bir yerda. Ya işqidi karaoke'de kömeksiz meni. Lekin sizning o'quvchilaringizdan olgan Muniradan bek yaxshi naqsh ayta oladi amaliyotda, lekin aytmaydi ekan deb shu. Ras men naqshni bek yaxshi aytmayman, lekin aytmayman qarang. Nimishqa? Lekin bu programmamiz faqat o'xshamaydi qarang boshqa programmalar. Qilolig'ingizcha bir qilib bermisingiz, o'tag'anlar. Chunki men naqsh yasam nurg'un odamlarning qechib ketishidan ansirayman. O'sha qilishidan ansirayman. Qarang, unda meni majburman. Ya o'shib qolmaymiz, o'shib qolgan shularni aytpasima bola. Ben raslı naqshi aytamayman. G'ingshiyalayman. Ikki misra g'ingsh beranga bo'pti. G'ingshib baqayma. G'ingshmaylar bo'ldi. Yo'q, g'ingsh beranga. Ikki misra. Eliqi, men bu gapni bek yaxshi ko'rmay qushqash bo'lsin, qassob so'ysin degan. Yo'q. Birisi naqsha qarang qushqash emas. Ikkinchidan men qassob emas. Ha, shunga So'nashqa so'yib baqaldik. Naqshilar aytgani yaxshi. Lekin men o'zim yaxshi ko'radigan, o'zim aytib baqqan bir naqshning ikki misrasini azroq voy. nima qilib baqay bo'pti. Hayat lazzati degan naqshining azroq oldini aytib beray. Hayatning lazzati nada? Sen tökкен halal terda. Baxit tamchilari chaqnab, ko'zingni to'smasin tarda. Sen tökкен halal terda. Baxit tamchilari chaqnab, ko'zingni to'smasin tarda. Ada ovozingiz shunda chiroyli ekan, nenda naqsh etmaysiz? Aytamdim. Men bunda bir talonlar balığını bilgen bolsam, naqshini ozroq tayyorlik qilib kelarkanman, rostini aytsam, men odatda pek naqsh aytib ketmayman, chunki naqsh aytsam ovozim sal qo'ydigandek o'ylayman-chu. Shunlashqa faqat aytmabdi ekanman. Bo'lmasa nurg'un men naqshini yaxshi aytamayman, lekin pek yaxshi anglayman qarang. Bo'lsa bunda qilaylik, yaxshi naqshini bir necha qo'yib bering, men anglab beray. Ma'qul. To'g'ri. Siz usul o'ynab bersangiz, biz qo'yib beraylik. 3-4. Ya, undan Aşağı qilaylik. Gapli qilaylik. Biz mushta programmamiz tuyuqsiz o'ynaymiz-ku. Uyutmadim, shunchaki aytgandan bo'ldi-ku, ha? Bular. Ko'raytamdoq. Ya, usulni ko'manglar bo'ldi. Mayli, o'tirib yaxshi o'ynay olmayman, usulni qarang. Ha, mayli. O'tirib yaxshi o'ynaysiz, men cho'kilib beray o'rnimga. Suloymay. Meni oyoq qo'yinglar, unda qilmanglar. Meni obrazimga ta'sir etadigan ishlarni qilmaylik. Bo'pti, sizdan tanqislik qo'ymaylik unda bo'lsa. Rahmat ada. Naqshingizga rahmat. Rahmat. Amda programmamizdan yana bir bo'ligi bor-ku. Bu bo'lakda amda sizga oid bir 8 savol so'rildi. Bu savol qanday bo'lishidan qat'iy nazar rostchilik bilan, samimiylik bilan javob berishingizni umid qilamiz. Samimiylik. Samimiylik deb qilsa shunda ma'qul. Ma'qulmi? Ma'qul. Unda bo'lsa, birinchi savol. Xo'sh. Siz qaysi tomoqni ichishga bekrak usta? Buningda menimda bir maxfiyatligini deb berishim to'g'ri keldi. Men sayko'ktat anchibek yeb ketmayman danglar.
Wow. Ha. Göç. Men göçxor. Men şu asaslıq göçlük tamaqlarını yeymen. Şunlaşqa bəzi dostlarımız səyimiz qanda buludu, keyin qanda xop qaladı, qanda xop qaladı, mənçilik adam buludu. Heç nə bilmaydı. İxtiyarı qıyıb beringlar deymen, lekin ekran aldırdı, yaşatdı Allah, men tillab ketmanglar, ha. Lekin aç ballağa çoğ bolğanda men ama gepim yetkizib qoyunglar. Endi ziyan tatıb atım, sәй yemigenning ziynini endi görüp atım. Çoqum köktat, sәй köktat, kök yeyiş kerekende. Men kichigimda sәй köktatni bək yeb ketmegəşkən, men qızımlıq tamaqlarga intayin usta. Qaysı tamaq emas, qızımlıqlı tamaq bolsa, men gül keltireydim. İşte ama. İtib beremdim yedi. Qazan qılmış tayyorlab qo'ymagansiz-da. İçilda sıxınım. Göç, nan, narin, petermanta, tügre, çüçüre, katlet, qatarlıq türdeki tamaqlarını yeymen. Endi şundaq yaxşı quzğum içib oturdu. Şudan sonra yaxşı yedim. Bir gün bering uyimga yetib beray. Hazır mağaylayım. Xo'sh, ma'qulamiz. Shunda bo'lsin-da. Rahmat dada. Onda olsa men keyingisiga o'tib ketdim. Savolimlar bek oddiy-ku. Bek oddiymi? Bek oddiy. Yaman so'rayman onda. Yaman. Siz yangidan yetishib chiqayotgan, ko'zga ko'ringan riyosatchilarga qanday qaraysiz? Ularning uslubini yoqtiramsiz? Bu savollardan biroz jinuba savol. Hozir yetishib chiqayotgan yosh riyosatchilarning asosiyatini yaxshi ko'rma. Ularning uslubini yoqtirma. Nemishqa deganda, hozirgi yosh riyosatchilar biz davrdagi kishilarda yo'q bir narsa bor-ku. Ular sal qaram. Qaramliqning yaxshi tarafim bor, yomon tarafim bor. Yaxshi tarafi siz yangilikni tez qabul qila olasiz, qaram bo'lsangiz. Lekin yangilikqa agishib ketish xohishi, ya'ni qaramliqdan kelib chiqadi. Shundaqqa men hozirgi yosh riyosatchilarni andaq-mundaq demayman, asosiyatini yoqtiraman. Lekin shu qaramliqni to'g'ri yo'lda ishlatishni umid qilaman. Rahmat. Unda olsa men keyingi savolimga o'tib ketdim. Siz o'z kasbingizdanmi bakrak yaxshi ko'radigan boshqa kasb bormi? O'z kasbimdanmi bakrak yaxshi ko'radigan kasb bor. Masalan, men riyosatchilikni kasb nuqtasidan, kasb nuqtasidan intayin yaxshi ko'raman. Agar buningdan yaxshi ko'rgan kasbim bo'lsa, ana bo'lish. Agarda men bir yaxshi riyosatchi bo'lgan bo'lsam, bu mening hayotimdagi 50% muvaffaqiyat bo'ladi. Agar men bir yaxshi ona bo'lamsam, men muvaffaqiyatim 0 hisob bo'ladi deb qarayman. Chunki mayli er bo'lsin, mayli ayol bo'lsin, u chuqum kasb muvaffaqiyat qozonish uchun tirishish kerak. Kasb natija qozonimiz bo'lmaydi, u 100 kelamaydi, o'ziga 100 kelamaydi, jamiyatga 100 kelamaydi. Lekin biz oilada farzand tarbiyasini yaxshi olib beramizsak, bu baq qo'rqinchli ish ekan. Mening hozir eng cho'ng tanlashim bir yaxshi ona bo'lish. O'g'lim bilan texnik ko'proq vaqt birga bo'lish, o'g'limga texnik ko'p mehrimni berish, o'g'limni men kutgandek emas, o'g'lim o'zi xohlagandek bir odam bo'lishga yordam qilish, mush men eng yaxshi ko'rgan kasb. O'g'lingiz necha yosh? O'g'lim to'g'ri so'zlashni yaxshi ko'rma. O'g'lim bu yil 1-oyda 17 yoshga kirdi. O'g'limning hozirgi nishonimi kelgusida direktor riyosatchi bo'lish. Wow, hozircha nada o'qiyotdi? Hozir to'liq 2-yillikda o'qiyotdi. Kelajili hamda shu axborot taqtish institutiga, ya bo'lmasa Shinyan universitetining axborot taqtish institutiga, ya markaziy axborot taqtish universitetiga. Men ikkisining birisiga imtihon bersam deb o'ylab atdim. Rostisi o'g'limchu mening riyosatchilik uslubimni yaxshi ko'rmaydi. Nimishqa? Kimni yaxshi ko'rdi? Men o'g'lim hech kimni yaxshi ko'rmaydi. Men o'g'limning eng yaxshi ko'rgan yerim nima desizchi? O'g'lim hech kimni riyosatchilik uslubini to'g'rashni xohlamaydi. Shunlashqa dastlabda men o'g'limningki bu xil arzusini ancha qo'llab ketmagandim. Nimishqa deganda, men o'g'limda undaq alomatlarni bak sezmaganchu. Men bak sezib ketmabdi ekanman. Shu bayatda men yaxshi ona bo'lishni tanlayman, kasb qilaman deganim shu. Men yaxshi ona bo'lamabdim. Men o'g'limdagi nurg'un ortiqchiliklarni, o'g'limdagi qiziqishlarni, o'g'limning nishonining nima ekanligini men bilmabdim-ku. Shundan men qarog'ulachi o'g'limni doktor bo'lsa, olim bo'lsa, fan tadqiqotchi bo'lsan, tabiban o'qiysa deb men o'g'limga kichikdan tortib, ash ideyani singdirib menibdim. Endi o'g'lim hozir qarshilish mezgilida bu ifodalayotir-da.
Өзінің арзусының неме екенлігіне. Шуңа мен аса мен қандақ ана болып қалдым мен. Өзімнің баламның мұшынчола бір хайвесінің балығыны. Текімі балдырақ мен оғлымға мұш yolunu көсішім lazımlığını мен байқамапты мәнді нәчақны яқи. Әнді азыр оғлым білән бұл жәті көп параңлышымыз. Мен оғлымдың бұл алайлықны байқағанден кейін бір қош болдым, бір байдыңдай мәйістендім. Лекен мен ішініме оғлым çoxum texim yaxşı riyasetçi bulalaydı. Çünki onunda bir riyasetçi bulursan həmə də mühim nəsi var. Yəni faqatla özü buluş. Muş özü buluş. Başqalar oxşamaydığan. Muş alaylıqlı buludu ikən, meningcə oğlum çoxum yaxşı riyasetçi bulalaydı. Arzu armanlarga yetiş üçün tilektaş biz. Rəhmət. Sizin rəhmətədən olsa mən yana keyingisi götürüb ketəyəm. Xoş. Hazır naq maydanda hech qanday tayyorliqsiz turib, bizga riyosetchilik qilib ko'rsatib bera olamsiz. Meningcə, mundaqçı. Bu mənim üçün nəhayət addi nəsə deyə oylayıram. Addi mi? Nəhayət addi deyə 5 oylayıram. minutunda olsa. Məsələ yox. 10 minut. Məyli? 20 minut. Məyli, Sizdə biraz qılğa olsun. Çünki bunun da meningcə riyasetçi üçün ikki nəsə mühimdir. Riyasetçilikdə ikki nəsə var. Tayyorluq deymiz go biz. Tayyorluq ikki xil bo'ladi. Birisi qisqa məzgillik tayyorluq, birisi uzun məzgillik tayyorluq. Məsələn, sizin məni mən qisqa məzgillik tayyorluq deyəndə, əmdə bu qisqa məzgillik tayyorluq. Yəni məşqidin ziyarət üçün tayyorluq. Həm uzun məzgillik tayyorluq deyən nədirsə, sizin riyasetçilik edən toplanan təcrübəniz və bilim sapbarınız. Bu uzun məzgillik tayyorluq kiridi. Şunlaşqa uzun məzgillik tayyorluq var riyasetçilikə nisbətən heç qanday tayyorluqsuz riyasetçilik qilish məsələsi mövcud emas. Çünki bizga tayyorliqsiz degan, çünki biz izchil tayyorlik holatda. Shunlashqa riyosetchilik qilib beramdim. Qilib bering. Masalan, sizlarningki talabinglar xalqan. Cho'lpon keldi programmamizga. Bo'ldi unda bo'lsa, ma'qul. Assalomu alaykum rahmatli ko'rman do'stlar. Assalomu alaykum ekran oldida qadrli ko'rman do'stlar. Ko'rib atqaninglar Okean televiziyasining Cho'lpon keldi degan programmasi. Cho'lpon degan so'z meningcha nurg'ulg'an kishilar yaxshi ko'radigan so'z, chunki bizning yoshlarimiz cho'lpon bo'lishni orzu qiladi. Cho'lponlarga ajoyib yerisman va cho'lponlarga muxlis bo'ladi. Meningcha ekran oldidagi sizmi o'zingizning ko'nglingizni shu topda bir qancha cho'lpon sanab bering desam, tabiiy sanay olasiz. Shundaqmi? Masalan, Munira G'upur degan. Unda bo'lsa, bugun biz Cho'lpon keldi degan programmamizga sizlar o'ylabmi baxmagan yangi bir cho'lponni taklif qildik. Men sizlarga u cho'lpon haqida azroq uchur beray. Aldı və o çolpanın boyu intayın X. İkinci xil alaylығы, o çolpanın çeçi keynigə örülüb daralған. Aldыңlar, Ümit Dursun nə kaldыңlar mı göz aldыңlar? Hatta, Ümit Dursun əməz, Ümit Dursun'un çek iğiz əməz. Da qalsa, yəni gelib, o çolpan külsü intayın çıraylıq gülüdü. O çolpan adətdə kostyum giyməydi. Töt xil alaylığını dəb boldum. Menenç aqıllıq tamaşbıllarımız bu çolpanın kimligini bilib bolduğu deymənə. Bilmədіңlərmi? Çünki bu çolpan texi çolpan emas. Xoş. Onda olsa çolpan emas bu kişi neymiş ki bizim programımız qatnaşıdı? Çünki əmdi mən onu çolpan qılmaqçı. Xoş, onda olsa alqış sadalarımız bilan bugünkü proqramımızda çolpan bolmaqçı olan bu yigitni təklif qıldım mən. Qani, xo'psizlar. Qani, rahmat. Men bek bichor qoldim ya. Oturib turing endi. Assalomu alaykum, programmamizga kelganingizni qizg'in qarshi olamiz. Alaykum assalom. Bizim programmamızın ismini bilsiz-ku deyman, ha? Bilaman. Programmamızın ismi nima? Cho'lpon keldi. Amsa, sizni so'rab baqay. Siz cho'lponmi? Yo'q. Cho'lpon bo'lishni orzu qilamsiz? Yo'q. Unda nima keldingiz bizim programmaga? Men cho'lponni ko'ygilik keldim. Yaxshi. Unda bo'lsa, cho'lpon bo'lishning bir qancha xil sharti bor. Oldi bilan biz bir sizning kichkina intamab baqaylik. Agarda bu shartlarga to'ssangiz, siz cho'qim cho'lpon bo'la olasiz. Albatta ismingizni deb bergan bo'lsangiz. Ismim Akbar Abdurayim. Akbar Abdurayim. Vah, Akbar Abdurayim degan ismni o'zi bir cho'lponlik xususiyat chiqib turdi-ku. Riyosetchilikni yaxshi ko'ramsiz? Yaxshi ko'raman, ammo bilmadim. Men sizni bayqab qilishimning sababi sizda bir xil riyosetchilikka xos bo'lgan bir xil usul bor ekan-ku. Bunda uslub bor ekan. Masalan, odatda riyosetchi bo'lgan odamlar qarang, kishiga misol tikilib qaraydi. Ras. Bulub cho'lpon riyosetchilar ashundaq noyta tikilib qaraydi-da. Bu tikilib qarash orqali qarshi tarafni uduqtirdi qana. Ras esamabek uduq ketyapti. Nimada qaraysiz deyman bunga. Allah, nimish qaraydiganda bu bola.
odatdagidek qaray bu birinchisi. Shu cho'lpon bo'lishingizdan umid bor. Andan keyin yana birisi shu cho'lpon bo'lgan odamlar mikrofonni naqashda tutadi. Ash holatingizning o'zi sizning kallasi bir yaxshi cho'lpon bo'lganligingizdan derak berdim. Üçüncü xil alaylik, yani cho'lpon bo'lganlar odatimiz ko'krangni yaxshi ko'rdik. Ko'krangni intayni yaxshi ko'rdi. Masalan, men o'xshashda endi. Odat buni ko'krang deymiz-ku? Cho'lpon bo'lganlar odatda mush cho'lpon bo'lgan riyosatchilar bo'lib mo'mush qarshi taraf ziyorat obyekt nima desa aldab o'tirdi-chu. Masalan, ko'krang desa men aldab o'tirdi. Cho'lponda sizni degan desa. Demak, cho'lpon bo'lish asos shartini hozirlabsiz, Akbar. Akbar Abdurayim bizning kila qitimliq programmamizki cho'lpon bo'lish ehtimoli eng cho'ng bo'lgan kelgusi cho'lponimiz. Ekran oldida tomoshabin do'stlar, bu yangi cho'lpon tunib oldinglar. Meningcha Akbar Abdurayim riyosatchilikni yaxshi ko'rdi, u mikrofonni nihoyat yaxshi tutdi, ko'krangni yaxshi ko'rdi. Shundan birlikda shu nihoyat zo'r yo'shirin kuch bor. Bevas anlatışda sizin holatingizni ko'rib nurg'un odam sizni yaxshi ko'ra qapti. Hozir biz undidar orqali bir kichikgina alrayni sinab baqqandik. Necha bo'ldi? 5 milyon. Kimga? Akbar Abdurayimga berilgan biletmi? Bo'ldi, men anladım. Rahmat bo'ladi. Hozir o'chirvasak bo'ladi. Demak, sizning qizg'in qarshiligimiz tomoshabinlarning yana 6 million tomoshabinning siz bilet tashlashi bilan bugundan boshlab bizning programmamizning riyosatchisi bo'lib qoldingiz. Bugundan boshlab bizning programmamiz yana yangi cho'lpon Akbar, undasi Nurali. Xayr, xo'sh. Nurali debsiz? Xayr, xo'sh Nurali. Xayr, xo'sh Nurali. Buniki bu program mening. Buniki bu programmamizning ismini o'zgartirsa qanday deysiz? Masalan, Xayr, xo'sh Nurali. Akbar keldi. Xayr, xo'sh Nurali. Rahmat, Akbar. Yaxshi masaj bergansiz ketding, rahmat. Aqson hamda Mayli unda olsa. Bunda qilay. Men o'tirib yuray. Rahmat eda, rahmat. Bak qizidi bak. Kuchib bizdi qilay deyman-ki. Bizani bir 10 sho'da ben keyingi savolga o'tib ketmoqchi. Ko'rmalarning hammasi sizning ishingizni pek bilgisi bor edi. Bu maxfiymi yoki? Yo. Bu maxfiy emas deb o'ylayman, chunki mening kitobimning beshida meni tarjimonimni bor-chu. Bundan ustiga hozir to'g'riladi, bunda cheksiz 1971 degan xat chiqdi ekan. Yaxshi o'zinglar hisoblab o'dinglar. Men qarang, meni eng zo'r olayligim matematik hisoblashga bek xam. Hamda 71 ga hamda hozirqini qo'shib edib qilib baqsa necha chiqdi, men uni bilmayman. 70, 72, 73, 74. Nurali, sizning matematikangiz yaxshi emasmi? Sizga o'xshash. Ustozlarni o'rabdim. Alinekning balus chaliq yuriq deb, mening nevrilarim menga o'sha chaliq yuriq o'xshaydi. Men bu yil 46 yoshga mangdim endi. Wow. Voy to'xtam. 46 yoshga mangdimsiz? Wow deydi-ku. 46 yosh degan oltindek vaqt. Insonniki shuningga tabrikligim keldi. Men bunda tushunmadim. Men wow degan. Voy, lekin 46 yoshda ko'rinmaydi ekansiz. Deydi deb o'ylab ekanman. Yo'q, kichik vaqtimdan tatib shu ko'rsam, mush chiroyingiz. Shu vaqtning gapini qilmang dedim menga. Ma'qul. Cho'ng vaqt. Men haralama qarang. Cho'ng vaqtlarimdan tatib shu qasamda hamdalik mush chiroyingiz turdi-da hamda. Shu bir xil o'zgarmadingiz. Vah. Mushu. Qiz do'stingiz bormi yo'q Ali? Yo'q. Qiz do'stingiz bo'lgandan keyin qiz do'stingizni qachirib qo'ymaslik uchun men kichik bir taktik o'rgatib qo'yay. Odatda qarang, qizlarga bo'lib bo'lmish ya chiroy to'g'ri gap bo'lgancha qo'llanadigan usul borchi. Masalan, necha yosh kirdingiz siz? 28 yosh. Deysiz birinchi bo'lib shuning bilan. Men bo'ldim unda ko'rinmadi ekanman. 18 yosh emasmi? Deysiz. Shuna maydan 46 yosh deganda 56 yosh emasmi desangiz, haliga qo'shilmandim deyman men. Nadonlik qilibman, nadonlik qilibman. Nadon sendan Isaxon. Nadonlik qilyapti sendan Isaxon degan. Xo'sh, unda bo'lsa, keyingi savolim. Xo'sh. Sizni hayotingizda eng ta'sirlantirgan ish qaysi? Hayotimda eng ta'sirlantirgan ish. Rostini aytsam, bunda ishlar bekchiq. Birsini misol qilib. Men birini deb beray. Balkim ayni vaqtida 2004-yilda biz 10 munavvar diktor riyosatchini baholagan vaqtimizda shu jad Atipat degan qizni men yo'qlab borgan birisini qo'ygan. Hamda shu bir o'lib ketish oldida turgan bir qizning menga bo'lgan muhabbati shu jada meni ta'sirlantirgan, ekran oldidagi tomoshabinlarni yig'latgan.
Men keyin o qiz o'lib ketdi haqiqatan 13 yoshli qiz. Menga bir tal bilet tashlash uchun opisidan Urumchiga keldi o qiz. Shunda ta'sirlangan. Shu chaqda men bir ko'rarmanning menga bo'lgan muhabbatidan men ajoyib ilhom olgan. Mushunchalar qilib tursa, mening yana tirishib ishlamaydiganga, meni o'zimni cho'lpan, men dangliq riyosat deb cho'ng tutilganga nima huquqim bor deb men shu chaqda o'zim shunday savolni qo'ygan. Adnandek yaxshi ko'raman. Siz ko'zingiz pek chiroyli bo'lib ketgansiz. Bizim kunda kulib, do'stingizcha saqib ketasiz. Ishonamsiz? Istiqbol sahnasini ishlash jarayonida birdan bir ish yuz berdi-ku. Bizim programmaga bir cho'ng apash bir qancha qatim kelib qatnashdi-ku. Hamda istiqbol sahnasi programmasini naq maydonga qatnashib baqqanlar biladi. Zerikishlik ilindi, chunki 5-6 soat ketadi-ku. Shu bir yozlig'i biz film oldik, film avitib men da tomoshabinlarga bek diqqat qilmayman-ku. Film olayotgan chog'imda tomoshabinlarimni bek ko'zlayman. Ya'ni kim diqqat qilib anglayotdi? Chunki diqqat qilib anglayotgan tomoshabinga bizmi diqqat qilish bu bir hurmat-ku. U kuni biz uda 3 son film oldik. Shu cho'ng apamiz ikkinchi son film bo'lgan vaqtida men hamda ekrandagi umumiy holat va ko'rinishning chiroylikligi ahamiyat beramiz deb men egiz boshliqqa yaqindan turman. Bu cho'ng apamiz oldingi kuni men kelgan. İkinci günü kelgan vaqtida shu biz arliqdagi dam olishda ataydan meni izlab chiqibdi. Bir qilin sapnikash og'ish kelibdi o'ylaganimiz. Bek yerib ketdi ekansiz. Mening sizga qarab bek ichim og'rib ketdi. Shunlashqa men tunigim bir kun mishada o'tirib sizning programmangizni ko'rib, ichim bek og'rib ketdi sizga. Qizim chunki bunda turaversa ayol kishiga nisbatan salomatlikka ig'ir ziyni bo'ladi. Men shuna diqqat qilib baxsam, hatto sizning putingizning tomirlarigacha shu ko'pish bo'pti. Arliqdimi siz yanılamiz oyog'ingizni sanmayla keyniga ulaydi ekansiz. Shunga 10 minutlik dam olish bo'lsa-mu, mush sapnikashni kiyib olamdiki deb men atoyatimni sitib akeldim. Deb iliq sapnikashni menga beribdi. Endi shunchalik ta'sirlanib ketdim. Endi bir cho'ng animiz. Men bilan hech qanday munosabat yo'q. Shunchalar ko'p odam ko'rdi bu programmani. Nurg'un odam mening putimdan qanchalik telib ketadiganligini, yerib ketadiganligini biladi. İş çağırtışı mümkün. Lekin şu anımız meni o'zim bir farzandimning o'rnida ko'rib, ash menga ichi og'rib, sapnikashni, garchi sapnikash chiqib bo'lsa, 10 nafcha yuyandu. Ashni setib deb olib kelibdi. Sapnikash hozirgacha ishxonamda-da. Uningga men 1 yildan oshdi, 2 yil bo'lib qopti. Izchil holda shu sapnikashni men kiyib kelyapman. Ishxonamga kiraman, oldi ben oyog'imni almashtirman, shu sapnikashni kiyman. Har qatim shu sapnikashni kiygan vaqtimda, ash opamiz bir isimga keladi-da, menda bir xil muhabbat tuyg'usi paydo bo'ldi. Ya'ni kasbga bo'lgan muhabbat, tomoshabinlarga bo'lgan muhabbat. Agarda men ash tomoshabinimga ashundaq bir xil muhabbat bermagan bo'lsam edi, asha tomoshabin bu menga shunchalik muhabbat qaytarmas edi deb o'ylayman. Shunlashqa meningcha bir odamning hayotida boshqalardan sovg'at ilish, o'zining baginiga munosib holda javobga erishish bu eng ta'sirli ishimki deyman. Balkim ba'zi odamlardek mening hayotimda noyta davolg'ush, ajoyib inson hayotida yuz bermaydigan ishlar yoki bir palla, bir cho'nqur, unda ishlar bo'lmagan bo'lishi mumkin. Lekin to'xtamay yuz berib turdim shu muhabbat hikoyalar. Hatto bir qirg'iz qizim bor meningki. Har yil mening tug'ilgan kunimga sovg'a davatidi. Qirg'iz tomoshabin o'quvchi vaqtidan tortib menga shunchalik ixlosi bor ekan, o'qish bitirgan yili bir nima yasab kelibdi. Üstümüzü qo'yib qo'ydigan albom ekanda, hamda tiklab qo'ydigan. Mendami yo'q bir qism suratlarni yig'ib, ashning ichiga ilib, eng ostiga o'zining bag'imda havasini qarab o'tirgan bir suratda mana bir aynak ramka qilib tayyorlab kelibdi. Hozirgacha ishxonamning men eng yaxshi ko'rgan yeri tizib qo'yganlikda. Men suyundigan ishlar bek ko'p. Eng ta'sirlanadigan ishlar meningcha tomoshabinlarning men qaytarib atgan muhabbati men eng ta'sirlanadigan ishlar bo'lishi mumkin. Ada bir narsa so'rab baqayam, shu sandagi vaqtlaringizda esingizda chiqmaydigan bir qiziqarli ishlar bo'lib baqammi? O'yinsiz kulib ketadigan. Bu bizning shu dangliq san'atkorimiz bilan munosabatlik bo'lgan bir ish yuz bergan. Mening unda bir alayligim bor.
Bayatın siz mis qıldınız, tamaşaçılar mis qıldı. Mən haq yezib bəgən nərsini xalamayman. Mən yezib bəgən materialni, mən faqat paydalanish material deb qarayman. Avtorga hürmet qilman, ya'ni uning yezikchilik uslubiga, uning ifodalash holatiga uchun men hurmat qilman, foydalanaman. Lekin o'zimning uslubimga moslashtirman-da. Unda bo'lgandan keyin men ba'zi riyosatchilardek, masalan, yuqorida sahnada birni o'yinilib olsa, ayol men qog'oz yodlab o'tamayman-da. Men tomosha bilan birlikda huzurlanma, san'at umridan-chi. Yangi xizmat qatnashib bir dastlabki 2 yillar bo'lgan mazgilda, 95-yilda unutulg'isiz bir ish yuz berdi. Bu menga ham bir o'rganish fursati bo'ldi-da. Dinlar Abdullah bilan Asqar Eqib o'rinlagan Gul bilan yaproq deb bir lapar bor yodinglarda. Bek chiroyli, ha? Shodligimni chechivatdim havoga, terib olsin sevgi izlab yurganlar. Oxirni. Shuning bilan Mushu lapar o'ynalgan vaqtida men yilqi xo'shib ketib, "Tova, laparni bunda o'ynas bo'lgan, nima degan chiroyli" deb hayajonlanib o'tirib, men kaynidagi nomerga diqqat qilmabdim. Menda bir xil alaylik bor, riyosatchilikda yilqi operatsiya bo'ldimi, tomosh, endi riyosatchi chiqsin, boshlang degan gaplarni men bo'ysunmayman-ku. Shundaqqa mening udul holatlarimni topolmay operatorlar baq qiynalib ketdim. Men sizga bek chiqib, tomoshabinlar bu nomerni ko'rib baq qizg'in chavoq chaldi. Mening ta'siratimda men mushkil holatda ularga o'rtoqlashgan bor-da, lapar haqida so'zligim bor-da. Udul sahnaga chiqib ketibdi men, u lapar to'g'riliq hayajonlanib so'zlab bo'lib, tuyuqsiz kayniki nomerning nima ekanligini unutib qolganimni bayqadim. Endi Tövəndiki nomerdan huzurlanlarda tushib ketsam bo'ladi. Lekin endi uningga g'ururim sal yo'l qo'ymadi. Shuning bilan tabiiy ravishda men unutib qolmadim-ku deb menda bir ashna bir ong bor bu yerda. Shuning bilan endi huzurlanlarda bo'ladigini yosh naqshchimiz Salima. Desam bir Salima deysam xato dekildi. Yo'q. Endi huzurlanlarda bo'ladigan yosh naqshchimiz Saltanat. Yanıl to'g'ri emas. Tomoshabinlar naqsadak misaq kulitamiz, paraq kulidim. Endi ularni balkim mishindaq o'rinlashtirilgan bo'lsa kerak deb, lekin amaliyotda men rost unutib qoldim-da. Shuning bilan kallamga darhol kayginim bo'ldi desa. O'tib ketish kerak-da. Endi men ig'iz yechib bo'ldim. Qanday o'tishim kerak? Demak, bu naqshchining ismini men bilmayman, sizlar bilmaysizlar. Demak, bu naqshchimiz yosh, yangi naqshchi. Ishonimizki, bu naqshchining bugungi naqshisidan keyin biz uni menga unutib qolmaymiz deb tushib ketdim. O'ylab beqinglar, ismi C bilan boshlangan, biz menga unutib qolmaydigan naqshchilardan qanchisi bor? Sanovar Tursun. Shuningdan keyin haqiqatan Sanovar Tursunni men unutib qolmadim. Tomoshabinlarmi unutib qolmadi. Endi mushu qiziqarli ish garchi nihoyat qiziq bo'lsa-mu, menga bir saboq berdi. Ya'ni har qanday ishga astoydil muomala qilish. Lekin men menga unutib qolmayman-da bu hikoyani. Rahmat. Unda bo'lsa keyingisiga o'ta ketdim. Sizning hayotingizdagi eng chong orzuyingiz deydi. Deyma. Eng chong orzuyim. Büyük. Zo'r. Katta degandek so'zlar ma'nodash keladi odatda. Yo'g'on, hayvat, gigant. Ya'ni bosh tema qaytib kelsak, so'zlab bilan ya'ni birinchi savolga yetib kelsak shunday bo'lar. Biroq inson bu masala to'g'ri faqat o'ylashmabdiman. Men burun o'ylaydim-chi. Yosh vaqtlarimda o'ylaydim. Yosh vaqtlarimda men to'xtamay bir nishon tuzatdim-chi. Bir nishon uchun tirishdim. Adam bir nishonni men orzuyim deb qaraydim. Adam yesh cho'ngaygan sari orzulovchi oddiylashmadiga qarang. Masalan, kichik vaqtimizda biz manda deydiganmiz. Cho'ng bo'lganda men olim bo'laman. Ushqishi bo'laman deydiganmiz. Boshlang'ich kirgandan keyin, anandan keyin yana kichikraydiganmiz. O'rta maktab chiqqandan keyin yana kichikraydi ekan. Oliy maktab chiqqandan keyin mush maktabni sog'-salomat bir apanda imtihondan o'tamay qolmay. Sog'-salomat o'tib olsam, yo bo'lmasa, ma ayning pulini yetkazib olsam ham bir oy ulashqicha deganda oddiylashir ekanda. Texmi cho'ng bo'lgandan keyin texmi oddiylashir ekan. Qanday darajada oddiylashir ekan desa, mush ko'zingizning oldidagi ishni yaxshi qilish, hozirning o'zini yaxshi o'tkazish, mush bir kunning o'zini ahamiyatga ega qilish meningcha mening eng chong orzuyim.
Keyingi savol o'ta ketdim. Hamsa oxirgi savol. Xo'sh. Sizning eng yaxshi ko'radigan cho'lpiningiz bormi? Men cho'lponlarning muxlis bo'lishini xohlamayman. Men cho'lpon xumar emas. Lekin men eng yaxshi ko'radigan odamlar bor. Masalan, Masalan, men shu tirishchan odamlarni yaxshi ko'raman. meni yaxshi ko'rgansiz. Ha, yaxshi ko'raman. Yana birisi o'zining sohasidan halqıgan. Yana bir sohadimi tang ishab bera olgan odamlarni intayin yaxshi ko'raman. Ularga hurmatim bor. Bir so'z bor. Men undidarimga shu so'zni ko'p ishildiman. Fazilatsiz olimdan qo'rq deydigan bir so'z bor. Men fazilati bor odamlarni olim deb qarayman-chi. Olim bo'lish oson, odam bo'lish tez. Shunlashqa men fazilatli odamlarni eng yaxshi ko'raman. Olimlarni emas, balki fazilat egilarini hurmatlayman. Sizlar o'qishibgansiz qarang. Men mana qashta ekanman. Unda o'ylab baqsam. Unda olsa, siz mendimi kattadan bo'g'irasiz? Deginimiz kelsa. Unda olsa-da programmamizdan savollari tugab qolibdi. Lekin barcha bu yerda. Xo'sh. Naq maydondagi tomoshabinlarimizdan so'raydigan savollar bo'lsa, javob berishingizni umid qilamiz. Bo'ladi, agarda men javob bera oladigan bo'lsa. Assalamu alaykum Aleykümselam. Munira Malim. Ben başta özüm tanıştırışını doğru tapdım. Ben Şinjan Sanat İnstitutu diktor riyasetçilik kasbining o'quvchisi. Mushu diktor riyasetçilik kasbida o'qish jarayonimda sizning o'quvchingiz bo'lib bir soat dars anglash fursati nasib bo'lmadi. Asli vaqti bugunga o'rinlashtiribdi ekan. Shu intayin xush bo'ldim fursatdan kelganligidan. Shunga men mush fursatdan foydalanib sizdan ozroq bir savol so'rab dars olmoqchi. Malum baya riyasetçilik obrazi degan so'zni qildingiz. Anandan keyin bir riyasetçi o'zi bo'lish, men bo'lish degan to'g'riliq so'z qildingiz. Undaq bo'lsa, mush riyasetçilik obrazi deganni men qanday tushunaman? Riyasetçilik obrazi degan bir riyasetçining o'zi bo'lish bilan bog'lanishchiligi bormi yoki riyasetçi obrazi degan butun riyasetçilarga birla beriladigan bekitilgan bir javobi bormi? Rahmat. Shunday yaxshi savol so'rdi. Demak, kasb o'qiyotgan bolalarningki o'xshamaydi-da. Bu men izchil o'ylanib kelayotgan bir tema, ham ba'zini bor savolchi bu. Bizda bunda bir xato hukm borchu. Riyasetçi obrazi degan so'zni riyasetçi yaratgan bir narsani obraz deb tushunadi-chu. Bir yaxshi riyasetçi obraz yaratmaydi. U turmushdagi o'zi bilan o'xshash bo'ladi. Ashu ekranda sizning turmush holatingiz programma bilan birlashgandan keyin tomoshabinlar tarafdan e'tirof qilingan narsaning o'zi sizning shu riyosetchilik obrazingiz. U hargizmi bunda programda riyosetchi bunda bo'lish kerak degan narsa emas-ku. Riyosetchilikka talablar qo'yiladi, masalan, bunda programma riyosetchilarda mundaq alayliklar bo'lish kerak. Bunda programma riyosetchilari bunda shakllardagi uslublarni hozirlash kerak deymiz. Lekin u hargizmi riyosetchilikka ma'lum bir xil qilib bor deganlikdan derak bermaydi. Shunlashqa biz san'atlik so'zlash, san'atlik ifodalashni vosita qilsak bo'ladi. Lekin uni qurol qilib, uni o'zimizni pardozlaydigan narsa qilib olsak, u chaqda biz riyosetchi emas, biz bir obraz bo'lib qolamiz. Shu riyosetchining obrazi amaliyotda turmushdagi o'zimiz bilan birdek bo'ladi deb qarayman. Men Şinjan Universitetida o'quvchilarim borchu. Şinjan Universitetiningki diktor riyosetchi kasbidagi bolalarga 2011-yildan dars berib kelyapman. Bu bolalarimning tunji qaror bu yil o'qish bitdi. Bu bolalarimni bak yaxshi ko'raman. Hozir 2014-yildanki bolalarga dars beraman. Bu sinfdagi bolalarim texim suyumlikchi. Bular bek banglash. Hozirmi mush programmani ko'rsa ashla ma'lum bizning tullab dedi. Men o'zirgim deymanchi. Men sizlarni bek yaxshi ko'raman. Sizlar bek banglash, sizlar bek suyumlik. Men seni balamdek ko'raman. Men barliq tirishchiligim bilan sizlarga cho'qim bir yaxshi bir kelgusini yaratishninki yo'lig'ima yordam qilaman deyman. Bu bolalarim desa meni xil bo'za qildi-ku. Yolg'onchilik qildi. Masalan, topshiriq ishlab kelishga o'rinlashtirsam, ovoz mashqi topshiriqlarim beramiz-ku. İşlemeyi de bulacu. İşildinglarmi o'tsa, ha deydi. Men mashq qildirmayman-da, bularni bo'pti deb ishinib. Endi hozir men 3-yillik gap rasmiy kasb ketgan chaqda endi chandi bu bolalar, chandigan ekan. Malim, eliq darsini qayta etasiz. Yo'q, men o'tib bermayman deb qiynayman-chi bu bolalarni. Chunki bu riyosetchilik o'zigidan o'rganishni talab qiladigan bir kasb ekan-chu. Shunlashqa men ekran orqali nurg'ulg'an riyosetchi kasbini tanlaydigan bolalarga mening kichkin tavsiyalarim
o'ziga o'rganish iqtidori kuchli odamlar riyosatchi bo'lsa bo'ladi ekan. Bo'lmasa riyosatchilikning neni bak qattiq. Ha, bak qattiq ham bak tatliq. Bir ig'iz tegib qolgandan keyin buningdan kashmak yomon tez. Lekin bundan qattiq. G'ajaymiz deb tishimizni tushirib oldigan ish bo'lib qoladi-ku. Sinib ketadi degandek. Mush yerni o'ylamasak bo'lmaydi. Shunlashqa, aşı ballarımni yaxshi ko'rg'ima qiz debdi, o'quvchilarim darhol ko'z oldim keldi-da meningki. Shu suyimlik ballar bilan uchrashyapmiz. Ayni vaqtida mesela Shamsiyalar, Gulshanlar, ashular dars bergan chaqladimi? Men shunchaki endi yaxshi ko'rmanda bularni. Shunda bir xil bak umid kutib shundaq o'ylaydim. Haqiqatan bularni kutgan yerimizdan chiqdi. Lekin men shunda bir xil umid bor. Nimishqa deganda, buningki riyosatchilarning sapasi ham yuqori bo'lishi mumkin. Pek etraflı cevap oldu. Siz o'zingizning xasligini his qildingizmi? His qilib bo'ldim hozir. Da o'tirib o'ylab ko'rdim. Mush gaplarimdan qilayotgan og'zimdan chiqayotgan har bir gapning o'zi shu mening xosligimga deb his qildim. Men shunday his qildim. Rahmat eda, rahmat. Vaqt munosabati bilan programmamiz mishada oxirlashmoqchi bo'lib qoldi. Men bek shaxsan men bek afsuslanib ketib boraman. Men rostisa bek afsuslanib ketyaptim. Qimmatli vaqtingizni ajratib programmamizga kelib qatnashib berganingizga bek rahmat eda, bek rahmat. Shaxsan men hozir 1 soat ichida bek hayajon ilkidilam o'tdim. Mishada siz diqqat qilmadingiz. Qildim. Qildingizmi? Faqat jim o'tirmadingiz. Faqat jim o'tirmadingiz. Rahmat eda. Men o'sha jim o'tirmaydigan deb qo'shildim rostensam. Jim o'tiramagan degan kelgusida shu yaxshi bir riyosat chiqib qolandiki deyman. Voy rahmat. Shunday programmamizni oxirlashdi shundami? Sizga ko'p rahmat, Nurali. Buningdan keyingi kasb ishlaringiz texim utuqliq bo'lsin, texim o ko'klab ketingada. Tening salomat bo'lsin, eng muhimi. Programmamiz sizni yana davomli qarshi oladi. Kelaqtim kap, yana uzun o'tirib mundish fursatiga ega qilishingizni umid qilamiz. Rahmat, degingiz kelsin. Hammalarga tan saqlar bo'lsin. Xayr, omon bo'linglar. Rahmat eda, rahmat.